Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi oshxona mebel. Xo'p, 3 metrli joy, 3 metrdan ortiqroq, 3.5, 3.8 atrofidagi joy. Kafelar urib qo'yishgan. Bu tarafga urishmabdi. Biz mebelni qo'yib ketaveramiz, muammo emas. Xo'p, sekin ko'rsatib boraveramiz. Mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Xo'p, mo'ykan joyni o'yib qo'ydik. Gaz holi olishmagan ekan. Gazni qo'yganimiz yo'q, ustiga boshqacharoq gaz qo'yib ishlatib turishadi. Tayyor qoldik, ko'rsatib boraveramiz. Oshxona mebelimiz tayyor bo'ldi. Mokriy asfalt laminatdan tayyorlangan, o'sha antraksit deydi rangini. O'sha ochiq chiqadiganroq, mokriyni ochrog'i. Xo'p, 3.5 joyimiz 3 metr 5 santimetrlik. Shu 3 metrga chiqqan. Tepada 2 qavatdan polkalari bor. Xo'p, bu tarafni ham o'rab qo'ydik, kafel qilishmagan ekan. Qilib turmaymiz deyishdi, o'rab qo'ydik. Xo'p, qoshiqdorlari bor. Qirralari PVH bo'lgan. Oshxonalarimiz vakuumli. Rasxodlari 5.400.000 so'mga mashq holati tayyor bo'ldi. 3 metr to'liq joy. Bu rasxodning ichida faqat moykasi bor. Vitishga nadeni olinadi. Bitta texnikalar umuman qo'yilmagan. Xo'p, gazga hozircha tepasida ishlatadigan qo'yib turishar ekan. Tayyor gazlar bo'lsa kelib o'yib berib tushirib ketishimiz kerak. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalar kommentariyada kutib qolamiz.